Hozir shu ishni bajarsak savob olamiz, gunoh emas degan edi. Hatto televizorda savol bergan muxbir ham hayratda qolgandi. Bu gapni aytgan odam sionist edi. Boshqa dindagi odam yahudiy bo'lishi mumkin emas degan gap to'g'rimi? Yahudiylikka ko'ra boshqa odamlarning barchasi do'zaxga tushadimi? Yahudiylar o'zlarini tanlanganlar deb bilishadi. Yahudiylik ona tomonidan meros qilib olinadi. Bu ularning e'tiqodi. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, onangiz yahudiy bo'lsa, siz ham yahudiy bo'lasiz, hamda diningizdan voz kecha olmaysiz. Agar siz boshqa dindan kelgan bo'lsangiz, yahudiy bo'la olmaysiz. Bu to'g'ri gap. Bu narsa men bilan ko'p marta sodir bo'lgan. Isroillik bir odam mendan "Nega sen musulmonsan?" deb so'ragan. Unga "Men islomga iymon keltirganman" dedim. U esa "Unda bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga qanday qilib kelding? Agar musulmon bo'lsang, qanday qilib fuqarolikni qo'lga kiritding? Falastinlik emasligingni ko'rib turibman" dedi. Mening onam Isroil fuqarosilar dedim. U "Unday bo'lsa sen yahudiysan. Sen musulmon bo'lishing mumkin emas" dedi. Men "Yaxshi, ammo bu mening e'tiqodim, mening tanlovim. Men Allohga va uning rasuliga ishonaman, Qur'onga ishonaman. Men bundan boshqa dinlarni qabul qilmayman" dedim. U "Yo'q, sen yahudiysan. Boshqa hech qaysi dinga o'tishing mumkin emas" dedi. Bu narsalar kundek ravshan va aniq qilib belgilab qo'yilgan. Begona odam yahudiy bo'lishi mumkin emas. Yahudiy esa yahudiylikni tark etishi mumkin emas. Bu ularning e'tiqodi, ularning dini. Siz islomni qachon qabul qilgansiz? Musulmon bo'lishga qanday qilib qaror qildingiz? Men ham jismonan, ham ruhan qiyin paytlarni boshimdan o'tkazganman. Buni xavfsiz boshpana deb ataylik. Men bu boshpanani harom ishlarda topa olmadim. Harom ishlar menga hech narsa bera olmagan. Mening xavfsiz boshpanam qalbimni xotirjam qiladigan, meni butunlay qoniqadigan narsadir. Bu narsa islom edi. O'zimni sinovdagidek his qilgan paytlarim bo'lgan va sinovdan yaxshi o'ta olmayotgan edim. O'zimga har kuni qo'shiqlar va boshqa har xil narsalarni tinglayman. Yaxshi biror islomiy olimni bir marta eshitib ko'raychi, ularning qanday gaplari bor ekan ko'raylikchi dedim. Islomga mana shunday tarzda duch kelganman. Payg'ambar alayhissalom qanday bo'lganlar? Men siyrat, payg'ambarimizning hayotlari haqidagi ma'ruzalarni eshitib, dinim haqida mana shunday qilib o'rganganman. Hatto do'stlarim ham aytishadi, men ham ularni tasdiqlay olaman. Men dinimni mototsiklda o'tirgan holda, qulog'imda quloqshin bilan YouTube'dan o'rganganman. Menda faqat o'sha paytgina bo'sh vaqtim bo'lardi. Meni kitob o'qiydigan odatim yo'q edi. Avvaliga payg'ambarimiz alayhissalom haqlarida va sahobalar kim bo'lganlari haqida tinglardim. Yarim oy o'tgach namoz o'qishni boshladim. Keyinroq 2 oydan keyin esa kuniga 5 vaqt namoz o'qishni boshladim. 1 yildan keyin roza tutishni boshladim. Men roza tutish nima ekanini tushunardim. O'rgangan narsalarimga kundalik hayotimda har soatda sabr bilan, sokinlik bilan amal qilishni boshladim. Islomni shunday qilib topganman. Musulmon bo'lganimdan beri o'zimni shunchalar baxtli, dadil va kuchli his qilaman. Bu dinda menga beradigan quvvat bor. Yahudiylar farzandlariga bolaligidanoq islomga dushmanchilikni o'rgatishadimi? Isroilda eng jiddiy tarbiyalovchi bu televizordir. Aytmoqchimanki, men isroilliklarning telekanallarini tomosha qila